Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun Ibn Haldunni muqaddima asari silsilaviy davom etib boryapmiz. Ibn Haldunni muqaddima asarini to'liq o'qib, sharhlab boryapmiz. Va kelgan joyimiz shu: insonlarni nima uchun jamiyat insonlarga kerakligini, nima uchun sotsiallashishini, nima uchun inson yolg'iz yashamasligini va hukmdorlik, boshqaruv, davlat nima uchun kerakligini tushuntirib o'tgan joylari bor. O'sha bobiga kelganmiz. Agar o'zbekchasidan o'qib turib kuzatayotganlar bo'lsa, adashmasam 210 betlarga keldik va o'sha betlarni boshlasangiz birga xronologik olib ketishingiz mumkin. Keyin Ibn Haldunning jug'rofiy ta'riflari bor. 7 ta iqlimga bo'ladi va to'liq uni sharhlamaymiz, o'qimaymiz. Sababi shunda, sharhlamasligimizni, o'sha paytdagi qavmlarni yerlari ham o'zgarib ketdi, millatlar aralashib ketdi Ibn Haldundan keyin va boshqa qit'alar kashf qilindi. Shuning uchun Ibn Haldunni jug'rofiyasidan ba'zi zaruriy, kerakli yoki qiziqarli ma'lumotlarni olamiz. Qolgan joylarni qoldiramiz. Keyin buning davomida shu narsa bor. Payg'ambarlikning isboti, vahiylik, tasavvufga oid narsalar bor. Keyin va Allohning vahiy jo'natilishi, ya'ni diniy narsalar bor, diniy qarashlari bor. Ularni lekin bu videolarda gapirmaymiz. Sababi o'zbekchasiga tarjimasida ham mana shu joylari, ba'zi joylari senzuraga tushgan. Va gapiradigan bo'lsak, bu diniy ma'lumot tarqatishga kirib qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha joylarni o'tkazib yuboramiz, chunki baribir qonunchilikka rioya qilish kerak. Aslida bu yerda falsafiy qaralgan diniy qarashlarga ham, lekin muammo bo'lishini istamaymiz bu borada. Keyingi sonida esa Ibn Haldunni mana shu narsalarni qo'yib olganidan keyin, mana shu qonun qoidalarni qo'yib olganidan keyin haqiqatan sotsial jamiyatshunoslik, davlat siyosiy va sotsial qarashlarini o'rganishni boshlaymiz keyingi sonimizdan. Lekin oldin bu qonun qoidalarni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz. Nima uchun jamiyat kerak, nima uchun inson yolg'iz yasha olmaydi degan narsaga oldin buni filosoflar ham aytgan. Masalan, Aristotel inson sotsial maxluq deydi, yo sotsial hayvon deydi, ya'ni ijtimoiy maxluq. Inson o'zi yolg'iz yasha olmaydi deydi va filosoflar ham aynan mana shu sabablarni keltirgan. O'shalarni keltirib o'taman. Turkchasidan o'qiyman, tarjima qilib beraman, keyin sharhlashga o'taman. Shunday qilsa yaxshiroq bo'ladi, chunki nima uchun o'zbekchasidan o'qimaslik kerak, nima uchun o'zbekchasida o'qiganda zerikasiz, asarni tushunmaysiz, muallifning yozganidan biroz uzoqlashib ketasiz. Buni ham tushuntiraman hozir. Va ko'p marta tanqid qilgan edim o'zbekcha tarjimasini. Imini mutolaa anaqasidagi, epidagi tarjimasini tanqid qilgan edim. Nima uchunligini hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, boshlaymiz. Toplumsal yasham kaçınılmaz bir gerekçeliktir. Filozoflar bu gerekçeliği şu şekilde ifade ediyorlar. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Yani topluluk halinde ve toplum içinde yaşaması kaçınılmazdır. Bu durum onların terminolojisindeki ifadesi medeniliktir. Bizim sosyal ve yaşam ile umuran kastettiğimiz budur. Yani o'sha boya aytdim, filosoflar inson tabiatidan, fitratidan sotsial, ya'ni ijtimoiy maxluqdir, yolg'iz o'zida yasholmaydi degan narsani e'tirof etishgan. Bu yerdagi asosiy nuqta shu. Bizim sotsial yasham ila umron kastettiğimiz bu. Umron degan narsani o'zbekcha tarjimasida sivilizatsiya deb tarjima qilishgan. Ibn Haldun qasd qilgan, maqsad qilgan narsasi shu. Umron deganda ijtimoiy insonni, jamiyatshunoslikni, sotsiologiyani qasd qiladi. Ya'ni jamiyatshunoslik bor, sotsiologiya bor va Ibn Haldun birinchi sotsiologlardan, mana shu ilmni kashf qilgan insonlardan biri. Sotsiologiyani kashf qilgan Ibn Haldun deganimizda aynan umron kalimasiga yuklagan ma'nolarni va umron kalimasini ishlatilishini
qasd qilib turib aytamizki, Ibn Haldun sotsiologiyaning otasi deymiz. Lekin bu narsa aynan o'sha mutola'dagi muqaddima asari tarjimasida sivilizatsiyada tarjima qilingan va shartli ravishda olinganini o'sha yerda bayon qilgan bo'lsa-da, har qancha sivilizatsiya asosiy ma'nosi insonlarni ongida shakllangan ma'nosi shu. Ibn Haldunda hadariy deydigan shaharlikni nazarda tutadi. Lekin umron deganda Ibn Haldun qishloqda yashaydigan, lekin jamiyat holida yashaydigan insonlarni ham dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanadigan, faqat o'sha bilan shug'ullanadigan insonlarni ham qasd qiladi umron kalimasida. Shuning uchun o'zbekchasini o'qiganingizda muqaddimadagi asosiy terminlardan bittasi o'zgacha tarjima qilingani, mani nazarimda xato tarjima qilingani uchun ham kitobni, asarni tushunishingiz, sivilizatsiya degandagi ba'zi joylarida uni ma'nosiga boshqa ma'no berilgani uchun tushunmay qolishingiz, asarni o'qib turib zerikishlaringiz shundan kelib chiqadi. Chunki muallifni nima deyotganini, nimani qasd qilayotganini tushunmay qolasiz. Va davom etamiz. Nima uchun inson zoti o'zi yolg'iz yasholmaydi, jamiyat shaklida yashaydi? Buni undan Ibn Haldundan oldingi filosoflar ham aytib o'tgan. Inson o'zi, masalan, dehqon bo'ladigan bo'lsa, bug'doy yetishtiradigan bo'lsa, unga tegirmonchi kerak. Ya'ni tegirmon qiladigan tegirmonchi kerak. Uni nonvoy kerak unga. Va faqat bug'doyni o'zi bilan yasholmaydi. Unga go'sht kerak, unga suv kerak va unga kiyim-kechak kerak, unga asbob uskuna kerak. Bu asarda keltirilganidek, inson boshqa hayvonlardan fizik jihatdan zaif jonzot. Aqliy jihatdan ustun, lekin fizik jihatdan zaif. Shuning uchun inson zoti boshqa hayvonlar bilan teng bo'la olishi uchun, fizik jihatdan teng bo'la olishi uchun, boshqa hayvonlarni ovlay olishi, boshqa hayvonlardan himoyalana olishi uchun, misol uchun filosoflar ham o'shani aytadi. Galenda keladi, adashmasam. Galenda kelgani shu: inson shoxlarni o'rniga nayzalarni ixtiro qildi. Panjalar, tirnoqlar o'rniga qilichlarni ixtiro qildi va qalin o'zini himoya qiladigan hayvonlarni po'stidan bo'lmagani uchun o'sha zirhlarni ixtiro qildi deydi. Va inson mana shu bilan o'zini himoya qiladi, mana shu bilan ovlanadi. Ya'ni Ibn Haldun aytmoqchiki va filosoflar ham aytmoqchiki, bir dehqon bo'ladigan bo'lsa, uni o'zini himoya qilishi uchun, ov qilishi uchun go'sht kerak bo'ladigan bo'lsa, ovchi zarur u jamiyatga. Nayza qilib beradigan, qilich yasab beradigan, zirh yasab beradigan zarur. Kiyim-kechak qiladigan zarur. Ya'ni inson yolg'iz o'zi hayotda qola olmaydi. Fitriy Alloh insonni shunday yaratgan, u jamiyat shaklida bir-biri bilan muloqotda, bir-biri bilan aloqada yashashga majbur bo'ladi. Shu yuzadan deydi. Endi buni filosoflar keltirayotganda, hozir Ibn Haldun keltirayotganda ham buni faqat fizik dunyoga bog'lab turib aytishadi. Lekin meni shaxsiy qanoatim bo'yicha inson zoti ruhan ham boshqa insonlar bilan, jamiyat bilan birga yashashga majbur. Chunki yolg'iz yashaganda, endi hozirgi zamonaviy psixologiyadan bilamiz, yolg'iz yashaganda ma'no yetishmovchiligi, stress, depressiya, kortizol oshib ketishlari holatlari bo'ladi. O'z yolg'izlikda inson doimiy bir narsalarni o'ylab yuradigan, siqilib yuradigan bo'lib qoladi. Shuning uchun insonga jamiyat kerak. Ham psixologik jihatdan, ham fizik jihatdan, ham ruhiy jihatdan insonga jamiyat kerak. Endi bizdagi nima uchun unda hozir stress, depressiyalar ko'payib ketyapti? Chunki insonlar orasida yashayapti. Oldingida jamiyat bo'lib, ya'ni nima degani? Butun boshli bitta shaharda o'zingizni yolg'iz his qilishingiz mumkin, lekin 4 kishini orasida jamiyat bo'lib, o'sha 4 kishi bilan yaqin bo'lib, hissiy bog'liqlik bilan ham baxtli yashash mumkin. Butun millionlagan insonlar yashaydigan shaharda o'zingizni yolg'iz his qilib. Bu joyi endi o'zimning shaxsiy qarashlarim. Xo'p, buni aytgandan so'ng Ibn Haldun shunga o'tadi. Buni tushuntirgandan so'ng
İnsanlar için zorunlu olan bu toplumsal yaşam tesis edilip dünya onlara mamur olunca insanlar hayatı tabiatlarındaki düşmanlık ve zulüm özelliklerinden dolayı onlar arasında düzeni tesis edip koruyacak bir yönetici de kaçınılmaz olacak. Vahşi hayvanlar saldırısına karşı kendilerini savunmak için kullandıkları silahları insanlardan gelecek düşmanlık ve saldırıları karşısında yeterli olmaz. Çünkü silah bütün kavimlerde vardır. Bu halde başlarında onların birbirlerine düşmanlıklarına karşı koruyacak da başka bir şey, gözetici bir varlık olmalıdır. Bu ise onların dışında başka bir canlı türü olamaz. Akıl ve düşünceleri yetersizliği dikkate alınınca hiçbir hayvan böylesi karmaşık bir görevi üstlenemez. Yani aytmoqchi ki, inson zoti nayzalarni yaratdi, zırhlarni yaratdi, qilichlarni yaratdi, hayvonlardan himoya qilish uchun yo ovlash uchun yaratdi. Xo'p, endi aytmoqchiki, bu juda falsafada muhim jumla. Aytmoqchiki, o'sha dunyoni o'zlariga ma'mur qilishdi, dunyoni egallab olishgandan keyin insonlar hayvoniy tabiatlarindagi dushmanlik va zulm o'zalliklaridan dolayı, ya'ni insonlar tabiatlaridagi o'zini fitratidagi hayvoniy dushmanlik va zulm xususiyatlarini sababidan bir-birlariga dushmanlik qilishlari mumkin, bir-birlarini o'ldirishlari mumkin. Chunki qurol yarog' faqat bitta qavmda emas, boshqa qavmlarda ham bor, bir-biriga dushmanlik qiladi, bir-birini o'ldiradi, bir-biriga zulm qiladi. Shuning uchun bir oila, bir qabila boshqa qabilaga dushmanlik qilmasligi uchun, bir-birini vahshiylarcha o'ldirib olmasligi uchun bir hukmron kelib oladi. U aqli va zakovati bilan hamma joyini tartibga solish kerak va o'sha jamiyatlar, qavmlar yo oilalar birlashmasini boshqaradigan hukmron kerak va bu aqli va mana shu xususiyatlaridan kelib chiqib inson bo'ladi. Hayvondan bunaqa xususiyatni kuta olmaymiz. Ya'ni hayvon kelib insonlarni boshqara olmaydi degan narsani nazarda tutyapti. Nimaga bu joyda inson tabiatidan, fitratidan dushmanlik va zulm bor joyda muhim dedim? Sababi g'arb falsafasida muhim tortishuv bor. Hozir Ibn Haldun qaysi fikrdaligini tushunib olasiz. Russo va Hobbes asosan tortishadi. Tortishgan narsasi shu. Russo va Markslar, Marks o'sha kommunizmning asoschilari Russodan ta'sirlangan. Russoni dunyoqarashida, insonni qarashida shu narsa bor. Inson yaralgan ekanki, insonlar birinchi jamiyat bo'lib yashaganda bir-biri bilan o'rtoq bo'lib, do'stlikda, sevgida, muhabbatda bir-birini qadrlab, bir-biriga ovqatlarni berib, bir-biri bilan bo'lishib, bir-biriga kiyimlar yasab berib, boshqa hayvonlardan himoya qilib, bir-biri bilan sulh ichida yashagan, mazza qilib yashashgan, farovon, jannatga o'xshagan hayot bo'lgan Russoga ko'ra. Buni nima buzgan desa, buni o'sha mana shunaqa holatda yashab turgan paytda bitta misol keltiraman. Endi sodda tushuntirish bu. Bitta inson chiqqanda bir territoriyasini ajratib olgan. Territoriyasini ajratib olib, mana shu meniki degan. Ya'ni birinchi mulkiyat shakllangan, mulkdorchilik o'sha yerda shakllangan va o'sha yerda boshqasi unga hasad qilishni boshlagan, insonda hasad paydo bo'lgan. Yana boshqasi bo'lib olgan yerni, unisi bo'lib olgan, bunisi bo'lib olgan va hasad paydo bo'lib, bir-biriga dushmanlik paydo bo'lib, mulk talashib, bir-birini go'shtini yeyishni boshlagan. Go'shtini yeyishni boshlaganda keyin majbur davlatchilik hosil bo'lgan, davlatchilik paydo bo'lgan. Shundan va buni Marks qabul qilgan joyi shu. Agar insonlarni vahshiylashishiga, mana shunaqa bir-birini o'ldirishiga sabab bo'lishiga, hasadga, boshqaga barcha yomonliklarga mulkiyat sabab bo'ladigan bo'lsa, mulkni olib qo'yaylik insondan, ya'ni ma'lum bir anaqa chiqsinda.
mulkni olib qo'yaylik, kommunizmda o'sha yotadi. O'sha SSR tarixini o'qisanglar shu. Bolsheviklarni tarixini boshqasini. Mulkni olib qo'yamiz insondan va insonlardagi o'sha xususiyat paydo bo'ladi. Asta sekin paydo bo'ladi va bir-birlariga hasad, dushmanchilik yo'qoladi. Biz qaytib jannatda yashaymiz. O'sha jannatda yashaymiz. Kommunizm g'oyasida shu bor. İnsanlarni bir-biriga bo'lgan hasadi yo'qoladi. O'sha jannatda yashaymiz deganda shu mulkiyatni yo'qotish bor. Va bu kommunizm g'oyasi aynan Russoni mana shu qarashidan ta'sirlangan. Lekin bu yerda Russoni ham Marksni ham anaqasi kamchiligi shu insondagi nafsni hisobga olmagan. Chunki kommunizm insondagi nafs borlig'ini, hasad borligini, boylikka intilish borligini qabul qilmaydi. Yo'q deydi, insonda nafs yo'q deydi. Endi ikkinchi qarash ingliz imperialistlaridan bu asosan Hobbeslar aytadiki, yo'q. Inson o'zi o'sha birinchi qabilalar paydo bo'lganda yomon edi, vahshiy edi, yovuz edi. Bir-birini parchalab, bir-birini go'shtini yer edi va o'sha tartibni hosil qilish uchun hukmdorlik, davlatchilik paydo bo'lishga majbur bo'ldi deydi. Va bu yerda ko'rib turganimiz Ibn Haldun o'zi ham insonni tabiatida dushmanchilik va zulm bor. Ya'ni Hobbeslarni qarashiga qo'shilyapti. Hobbeslardan ancha oldin yashagan, aslida Hobbeslar Ibn Haldunni qarashiga qo'shilyapti va insonni tabiatida yovuzlik bor va ularni boshqarish uchun, bir-birini o'ldirib yubormaslik uchun, himoyalanish uchun hukmdor kerak. Ularni boshqarib turadigan hukmdor kerak, gapini o'tkaza olish kerak hammaga degan narsa bor. Xo'p, davom etamiz. Menimcha video uzun bo'lib ketadi shekilli. Agar qolgan joylarini keyin davom ettiramiz. Yana bir joyini o'qib qo'ysak, o'zi 20-25 minut inson miyasiga yetadi. Qolgan ma'lumotlarni qabul qilmasligi mumkin. To'g'ri, sekin ketyapmiz, lekin tushunarli bo'lsin, bu ma'lumotlarni hazm qilib oling deb qisqa videolar bilan anaqa qilamiz. To'liq kitobni tushunib olishingiz, Ibn Haldun nima demoqchi, muqaddimada nima demoqchi, o'qib emas, to'liq tafsirlari bilan tushunib olishingizni xohlamayman. O'shaning uchun qisqa xulosalarimni emas, o'zini tarjimasini ham o'shaning uchun beryapman. Chunki muqaddima juda zarur asar hisoblanadi. Sizni ko'rishingizni, sizni qarashlaringizni, sizni jamiyatga, insonlarga, davlatlarga bo'lgan qarashingizni o'zgartiradigan, tafakkuringizni kengaytiradigan asar bu. O'shaning uchun sekin ketyapmiz bunda. Yana davom ettiramiz. Filosoflar bu gerakchadan harakatla payg'ambarligini kerakligini va mutlaq aqli delillarla isbot etmaya çalışırlar. Ya'ni filosoflar degani bu yerda Ibn Sino va Farobiylarni nazarda tutyapti. Ya'ni Mashai falsafasini, islomdagi filosoflarni, Mashailarni nazarda tutib aytyaptiki, filosoflar aynan mana shu sababdan, ya'ni insonlarga bir boshqaruvchi kerak degan sababdan ularga adolat bilan hukm qiladigan, gaplarini o'tkaza oladigan bir boshqaruvchi kerak degan mantiqdan kelib chiqib, aqliy zanjir bilan bir-biriga mantiqan bog'lab turib, payg'ambarlikni isbotlashga harakat qiladilar. Aytadilarki, insonlar birgalikda yashash tabiatda bir xususiyat ekan, albatta insonlar orasida bir-biri bilan muloqotni saqlaydigan, tartibni saqlaydigan bir ust avtoritet, ya'ni avtoritet gapini o'tkaza oladigan, har bir gapi so'roq savolsiz qabul qilinadigan inson kerak va o'sha payg'ambar bo'ladi demoqchi. Chunki nima yomon, nima yaxshiligini avtoritet sifatida ayta olish kerak. Masalan, bu harom, bu halol deyish kerak va uni barcha insonlar qabul qilish kerak. Shuning uchun Alloh insonlarga payg'ambar jo'natdi deyishadi va shuni aqliy isbotlashga harakat qilishadi. Ibn Sinolarda, Farobiylarda bor. Rostdan ham aqliy isbot qilishadi, mantiqiy zanjir bilan qurishadi. Ya'ni payg'ambarlikni zarurligini, payg'ambarliksiz xuddi hozir aytibku, bir hukmdor bo'lmasa, bir davlat bo'lmasa,
insonlar bir-birini go'shtini yeydi, ya'ni insoniyat yo'qolib ketadi. Bo'lishi kerak, zarur bir davlat, bir boshqaruvchi, bir hokimiyat bo'lishi kerakki, insonlar yashay olsin, inson nasli davom etsin. Bu zaruriy dedik. Ya'ni buni hokimiyat tushunchasini nimaga kerakligini shunday tushuntirishga harakat qildik va aynan shu sababdan filosoflar Ibn Sino va Farobiylar payg'ambarlikni ham xuddi shunday zaruratligini, insonlarga zarurligini, hokimiyat zarur ha, lekin payg'ambarlik ham hokimiyat qanchalik zarur bo'lsa shunchalik zarur. Shuning uchun Alloh taolo bizni yaratgan ekan, insonlarni yaratgan ekan, payg'ambar jo'natishi zarur degan narsani isbotlashadi. Lekin bunga qarshi chiqadi Ibn Haldun. Ibn Haldunning qarshi chiqqan joyi shu. To'g'ri deydi. Bu bir qarashda to'g'riga o'xshayapti deydi. Bu qarash sal to'g'riga o'xshayapti, lekin biz ko'ramizki, ahli kitob bo'lmagan qavmlar, qabilalar bor va u qabilalarda payg'ambarlar yo'q. Masalan, aborigenlarda, maya xalqlarida payg'ambarlar yo'q-ku, ular ham jamiyat bo'lib yashayapti. Ularda ham bir san'at asarlarini ko'rishimiz mumkin, ularda ham madaniyatni ko'rishimiz mumkin. Ularda ham umronni, jamiyatni ko'rishimiz mumkin-ku. Ularga payg'ambar jo'natmadi-ku. Mana payg'ambarsiz ham sivilizatsiyaga, umronga erishishdi-ku, shaharlashishdi, davlatlashishdi-ku, va inson sifatida qolishdi-ku degan e'tirozni bildiryapti. Lekin bu yerda Ibn Haldunning o'ziga e'tirozimiz bor. E'tiroz shu: biz ularga payg'ambar yuborilmaganligini bilmaymiz. Masalan, maya xalqlariga yoki aborigenlarga ham payg'ambar yuborilgan yo yuborilmaganligini biz bila olmaymiz. Vaholanki qaraydigan bo'lsak, masalan, maya xalqlarini qaraydigan bo'lsak, sumerlar bilan bir xil mifologiyaga ega. Buni izohlab bo'lmaydi, buni ilmiy izohlab ham bo'lmaydi. Qayerdan oldi bu mifologiyalarni? Misol uchun, sumerlarda Nuh to'foni bor. Maya qabilasida ham bor. O'sha mifologiya mayalarda ham bor. Turklarda ham bor. Butun insoniyatda umumiy bir mifologiya bor, hikoya bor. Bu payg'ambarlar jo'natilganini, masalan, mayalarga ham, boshqa qabilalarga ham payg'ambarlar jo'natilganini va o'sha payg'ambarlar u hikoyalarni ularga hikoya qilib berishganini bir anaqasi misoli sifatida keltiriladi. Endi bu juda kuchli dalil emas, lekin shuni e'tirof etadiganlar ham bor. Ibn Haldunning bu yerda ya'ni Ibn Sinolarga, Farobiylarga, mashayiklarga e'tirozi anaqa sal to'g'ri kelmaydi va Ibn Haldun aytadiki, payg'ambarlikni biz shariatni o'zidan bilamiz deydi. Ya'ni payg'ambarlikni bunaqa isbotlash shart emas. Biz shariatdan qabul qilamiz. Ya'ni shariat keladi, shariatni qabul qilamiz, o'shanda payg'ambarni qabul qilamiz deydi. Lekin bu yerda sal mantiqiy xatoligi bor Ibn Haldunning, chunki taftologiyaga ketib qolyapti. Ya'ni oldin shariatni qanday qilib qabul qiladi? Oldin payg'ambar jo'natilishini qabul qilasiz, keyin payg'ambarni qabul qilasiz, keyin shariatni qabul qilasiz. Shariatni ichiga kirib olib keyin payg'ambarni qabul qilmaysiz-ku. Va mana shu joyida sal Ibn Haldunning mantiqiy xatoligi, taftologiyaga ketib qolgan joyi, ya'ni aylanma mantiqqa ketib qolgan joyi bor, mantiqiy xatoligi bor. Shariatga kirib turib payg'ambarni keyin qabul qiladi degan joyda. O'rtoqlar, videoni shu yerda to'xtataman. Keyingi sonlari endi tez-tez chiqadi. Ko'rib turganingizdek, sal o'zimga sharoit qilib oldim. Studio chaga o'xshagan joy qilib oldim va videolarimiz sifati, tushuntirish sifatimiz va tezligi ham endi oshib boradi degan umiddaman. Menimcha sizlarga foydali, mazmunli bo'ldi. Kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.